$1060 под ключ новостройка kvartira Olmazor tumani Moyqo'rg'on mahallasidan 130 kvadrat metrli. Moyqo'rg'ondan shunday tushib kelasiz, grill bar bo'ladi, ko'pchilik bilsa kerak. Bu yoqda 2 qavatli mana shu novostroyka domimizni mana shu yerda birinchi etajda 130 kvadratli xonadon sotuvga qo'yilgan. 129.7 ko'rasizlar, mana shunaqa огородlari закрытый qilib qo'yishgan. Undan tashqari podzemniy stoyankasi bor. Yer osti avtoturargohi. Podyezddan kirganda 4 ta dona xonadon. Hozir ko'rsataman, shunday kirgan o'zida yetganimda podvolga tushib ketirish, podzemniy stoyanka qilib qo'yishgan. 4 ta xonadonni alohida kladovkasi bor. Xonadonga kirib kelgan o'zida mana shunaqa prixoshka, o'ng tarafga stroyniy shkaflar qoladi deyapti. Gilamlarni olib chiqib ketamiz deyapti. Chap qo'lda o'sha mehmonxona bo'ladi. Mebel texnikalarni olib chiqib ketishadi. Oyon teklarini chupli pol qilishgan. O'ng tarafda kattagina prixoshka ko'rasizlar. Bu eshigimizni родительский spalniy. Uni yonida detskiy bo'ladi, bolalar uchun yotoqxona. Bu yerda ham shu stroyniy shkaflar qoladi. Sanuzellari razenli qilib qo'yishgan. Bu yerda hojatxonasi bo'lsa, yonida yuvinish xonasi, vannasi katta razenli. Endi 3 xona 130 kvadrat metrga vaqti zo'r. Bu yerda balkoni, o'tirib ovqatlanish uchun ham sharoitlar qilingan. Bu yerda ko'rganinglardek oshxonasi bo'ladi. Mebellar qoladi, mana shu kuxonniy mebellar. Olmazor tumani Moyqo'rg'on mahallasi. Har bir kvadrat metri $1060 dan. Telefon nomerlar pastda bo'ladi. Umumiy narxi $137.800 pul bo'lar ekan.